Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana shu yerda, mana shu yer 3 yil oldin mana bu tepadagi ahvolda edi, ana shunaqa ahvolda edi, taqir yer edi. Mana shu yerni men ko'kalamzoq qilishga harakat qildim. Mana bu yerga mana shu живой izgirtlarni ekdim. Mana bu yerda mana 1 2 3 4 5 10 ta archa daraxti qurdim. Mana bu siren gullarim. Mana bu yerda mana bu gilos daraxtchalar. Mana da 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 10 ta gilos daraxtchalar. Mana shu keyin mana bu atirgullar ekdim. Mana atirgullar. Hali yozga men kuzatib borsangiz, yana yozga ko'rsataman. Bu yer zominga o'xshab qoladi. Zomin ko'kalamlashtirish joylariga o'xshab qoladi. Mana shu yer, mana shu past bilan ko'rsangiz, mana 16 etashkani pasti. 16 etashkani pasti, mana shu necha metr desam, bir 4 ga eni 4, bo'yi 10 da yer joycha. Men demoqchi bo'lganimki, har bitta odam agar qiziqsa, shunaqa mana prezidentimiz aytganda yashil zona tashkil qilib olishga o'zlarida imkon topsa bo'ladi. Domda yashaydimi, hovlidami, shunaqa chiroyli qilib ekin qilsa bo'ladi-da. Men mana shu yerda ekin qilib, mana shu qo'shnilar bilan qancha urushib, chanqishib bo'lsa-da, mana shu ekinlarimni o'stirishga, mana shunaqa yashil zona qilishga harakat qilyapman. Yana mana bu живой izgirtlarni qirqaman, o'shalarni olasan. Ana shunday qilib chiroyli qilib taxlab turaman. Shunga hammalaringizga, mana uyda o'tirgan ayollar ayniqsa, o'zlaringizni domlaringizni pastiga ekin, gullar ekinglar. O'zlaringizga ham harakat bo'ladi, ham qonlaringiz yurishadi, ham chiroyli ko'k zona tashkil qilasizlar.